Qalpoq hajviy ko'rsatuvida Farmon obrazi bilan tanilgan Muxtor Halimov tuhmat bilan qamalib ketishiga oz qoldi. Shuningdek, u san'atga kirib kelish tarixi, mashhurlikning unga yoqmaydigan taraflari, Rossiyada muhojirlikda o'tkazgan kunlari hamda qiyin vaqtlarni eslab, suhbat davomida bu haqda so'zlab berdi. San'atga odamning olqishi yetaklab kelgan. Buxoro viloyatining Shofirkon tumanidanman. Yoshligimda televizion miniatyuralar teatri bo'lardi. Ergash Karimov, Hasan Yo'ldoshev, qanchadan qancha aktyorlarimiz o'ynar edi. Har shanba odamlar shuni kutardi. Men ham qiziqib kutardim. Yoshligimda mendan kim bo'lasan deb so'rashsa, men Ergash Karimov bo'laman degan ekanman. Shu orzu meni san'atga yetaklagan. Adabiyot ustozim Sadriddin Ayniyning komediyasini sahnalashtirganda rol ijro etganman. O'sha paytda kolxoz klublari bo'lardi. Ko'rsangiz xuddi teatrga kelgandek klub to'la odam. 5-6 sinf bolalar edik. Spektakl tugagach, odamlar o'rnidan turib qarsak chalgan. Mana shular ilhom berganmi bilmayman. San'atkor bo'lsang olqish olarkansan, aktyor bo'lsang odamlarga kulgu ulasharkansan degan fikrga kelib, san'at yo'lidan ketganman. Maktabni kumush medalga tamomlaganman. Shunda xohlagan texnikumingizga imtihonsiz qabul qilinardingiz. Oliygohga kirishda esa kumush medal evaziga yarim ball qo'shib bergan deydi aktyor. Mashhurlikning aktyorga yoqmaydigan taraflari shunda. Masalan, bozorlik qilib yursam, "Ey Farmon, bu yoqqa kel" deb qolishadi. Shunda men qo'limdagi bozorlikni qo'yib, o'sha odamning yoniga yugurib borishim kerakmi? Yoki to'y hasham xizmatlarda sensirab, "Ukam, ijoding zo'rda" deyishadi. Men 1962-yilman desam, aka uzr" deb qolishadi. Lekin yaxshi taraflariga qarasam, qayerga bormay, qaysi davraga kirmay, "Farmon aka keling" deb kutib olishadi. Soliq inspeksiyasiga boramanmi, kadastrgami, shifokor qabuligami navbatsiz o'tkazib yuborishadi. Shunchalik hurmatim bor ekan deb o'zimdan faxrlanib qo'yaman. Oshxonalarda ba'zida pul olishmaydi. Bu albatta xalqimizning mehmondo'st, ochiq ko'ngilligidan deydi aktyor. Nonga pulim qolmaganida qattiq yig'laganman. Buxorodan Toshkentga ko'chib kelganimda to'y xizmatlaridan ortib, kechqurun taksichilik ham qilganman. Bu yerda hovlimiz qurilishi chala. Taksichi hech qachon boy bo'lmaydi. Bugun non yeyishga puli bo'ladi-yu, ammo endi pul yig'dim, biror nima sotib olaman deganida haligi mashinasi buzilib qolaveradi. Shunday kunlar bo'lganki, ayolim uyda non yo'q deganida mashinam ustada bo'lgan. O'sha non uchun ham pul ishlab topolmaganman. Ana o'shanda, ey Alloh, sinovlarimning mukofotini ham ko'rsatgin deb rostakamiga yig'laganman. Soyib Nizomov bilan bir to'yda xizmatga borganimizda o'sha yerdagi yigitlar bilan gaplashib qoldik. Ular avtobus haydash uchun guvohnoma bor yo'qligini so'radi. Bor edi. Oradan vaqt o'tib qo'ng'iroq qilib, Rossiyada haydovchilik uchun ish borligini aytib qoldi. Bordim. Ishim quruvchilarni ertalab ish joyiga olib borib, tushlikda ovqatlanishga olib kelish edi. $1000 oylik olardim. Undan tashqari ham ishlaganman. Rossiyada 1 yil ishlab, O'zbekistonga qaytdim. U paytda ham qalpoq bo'lib turgan edi. Yigitlar meni kechirasiz deb 1 yil tanaffus qilganman deya eslaydi aktyor muhojirlikda o'tgan kunlarini. Qalpoq jamoasiga u shunday kelib qolgan. Tolib aka Hojiyev, aka Sharaf televizion miniatyuralar teatriga rahbar bo'lgandi. Yoniga yoshlarni chaqirdi. Rahmonali, Orifjon, Iskandar, Ro'zimboy va yana 1-2 nafar yigitlar bor edi. Nimadir bo'ldi-yu, teatr tugatildi. Keyin Rahmonali bilan Orifjon bir ko'rsatuv tashkil qilmaymizmi deb qalpoqqa asos solishdi. Ko'rsatuvning 3 yoki 4 qismida meni ham taklif qilishdi. Shu bilan 2000-yildan qalpoqqa kirib kelganman. Avvaliga men Farmon uchun ishlaganman. Hozir esa Farmon obrazi men uchun daromad olib kelyapti deya eslaydi Muxtor Halimov jamoaga qo'shilishi haqida.